Aziz do'stlar, men Andijondan, Jahon bozori, Gul bozoridan banan ko'chati oldim. Bundan kichkinaroq edi. Ondan narigindan jicha kattaroq edi. Ikkita oldim. 75 mingdan 150 mingga bergan. Odamidan bo'lgan. Rasvo odam ekan. Karli kivi banan deb bergan. Mana karli kivi banan. Nashna qo'lam. Mana men o'zim bananlarim. Hammasini qirib qo'yardim, o'sha sovuq tushgan uchun. Baland bo'ladigan, bu ham xuddi shundan. Allab sotibdi bitta bolasi. Uni ham asodan bergan. U suvsizlikdan yaxshi katta bo'lmadi, lekin u ham karli kivi emas. Karli kivi uni qo'ymaydi. Men boshida olayotganimda manaqa holatda edi. Bunaqa holatda uzun bo'ladi, bu yovvoyi emasmi desam, karli kivi javob degan. Asha karli kivi chiqmadi. Mana monovi haqiqiy karli kivi o'rab qo'ydim. Buni bitta akamizdan olganmiz. Yoshi katta odamdan olganman. O'zimni tanishimdan olganman. U odam aldab sotadigan odam emas. Shu klient qo'yganman, postoyanno oladigan. Mana shuni o'rab chiroyli qilib qo'ydim, lekin mo'llarni chovoraman, bahorda yana o'sib chiqadi. Bulardan menda mana ashincha mana 30 ming so'mdan beraman, kimga kerak bo'lsa. 30 ming so'mdan donasini. U eshakdan bitta bolasidan men 75 ming, 80 mingdan olganman. Allab sotgan. Shuning uchun hammaga ishonmash kerak. Men yana bitta narsa, uzun ko'chat oldim. Quriganida bo'lib ehvardim. Yaxshi tutib ketibdi. Buni ham haligi uzun qora yangi chiqqan sortdan deb turib, avatar deb bergan. Avatarni baki qip-qizil bo'ladi. Bu ham qizil emas. Buni ham yeb popman. Mana bu ham qizil emas, sari bu. Bunaqa bo'lmaydi avatar. Buni ham yeb qoldim. Chunki avatar ulaganman. Ulaganim baki qip-qizil bo'lgan. Olib kelib ulaganim 2-3 metr o'sdi, baki qip-qizil bo'lgan. Andijondan juda ko'p narsa olganman. Hammasi aldagan, hammasi aldab. Nimaga unaqa aldashar ekan? To'g'risini sotsa bo'lmaydimikin? Bularni mana shu odamdan olganman. Bular mandarin. Ikkita mandarin, bu banan ko'chat. Ne ehtiyot qilib tursam, bahorga chiqib meva qilaveradi 1-2 oyda. Uni kesib olaman, keragi yo'q. Buni qanaqa qilib o'rayman buni? O'rab bo'lmaydi buni, parni o'rash kerak. Parni o'ragani mablag'im bo'lganda mo'llarni hammasini pishirardim. Mana uni ham o'rab qo'ysam, bahorga chiqsa meva qiladi, lekin kesib olaman. Mevasi shart emas. Bitta ham to'g'rab ko'rsam bo'ladi, bitta hamtasini mashinani. Xullas kalom, do'stlar, Andijondan narsa olsanglar, ehtiyot bo'linglar. Aldamaydigan odam ko'p. Aldaydigan odam narsasini o'tkazishga harakat qiladi. Mana zo'r, mana shu javob 100% deb. Bori jalba qilsangiz, hani qo'qqa olim, mush ko'taradi deganda sizga tashlaydi. Shuning uchun aldamaydigan odam o'zi bilinib turadi. Aldaydigan odam tovarini o'tkazishga harakat qiladi. Shu narsadan ham bilib olsa bo'ladi. Bahorda qiziqqonlik qilib 150 mingga olibman, eskini 150 ming. O'zimda ashincha bananlar turibdi, sotolmayapman. Birov olmayapti. Haqiqiy yeydigan katta bo'ladigan bananlar bular. Bularni parni qilish kerak. Mana unga endi uyga olib kirib qo'ysa ham turaveradigan narsa. Baland bo'lmaydi bu. Shunaqa do'stlar. Shashilmanglar, ehtiyot bo'lib olinglar. Andijondan olsanglar, ishonarli odamdan, tanishdan olgan yaxshi. Tanish bo'lmasa hammasi aldashi mumkin.
aldamaydigani ham bor. Topish qiyin unaqalarni.